Nima deyapti? Nima deyapti? To'rinchisi. Missiya bajarildi. Bunga bir taktika praktikalari bormikin? Nima deb o'ylaysizlar? Endi xursand bo'lyapti u. Nima bu? Taktikalar ishlayapti. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin jigarlar. Assalomu alaykum. Hammaga sizlar bilan Saidi Gaming. Jigarlar, bugungi videomiz Open Case'dan iborat va bu Open Case'da sizlar uchun maxsus 325 UC dan konkurs qilamiz. 325 UC dan. Sharti nima desalaring, shu obuna, like, podpiska va albatta kommentariyada o'z ID'ingizni qoldirasiz jigarim. Random bot orqali sizlarni tanlab olamiz. Har doimgidek bu narsa bo'lib o'tgan qolgan boshqa videolarimizda ham, bu videomizda ham qilmoqchimiz. Open Case bizni o'zimizning akkauntimizda bo'lmaydi. Xullas vaqtlaringni olmagan holatda qolganini ko'rib olasizlar. Open Case o'zimizning akkauntda bo'lmaydi. Obunachimizning talablariga binoan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ovqatlanayotgan bo'lsalar yoqimli ishlar. Biz bo'lsa videoga boshlaylik. Qani let's go. Xo'p, biz Open Case'ni boshladik jigarlar. Ko'rishinglar mumkin. Bizni akkauntimizda hozir 8700 UC bor. Hozir bunga asosiy maqsad Ultimate ruletkani ochib, bu yerda mana qariq kostyumni chiqarish asosiy maqsad. Ortib qolsa ko'ramiz. Yetadimi yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketamiz jigarlar. Biz esa 10 UC dan boshladik. Vektor taktika qilamizmi yo'qmi? Aytib ketasizlar buni. Oh shit. Qani, bismillah. Pokhoy menga. Pokhoy. Menga pokhoy. Asosiysi biz birinchi o'rinda 6 ta kristal yig'ishimiz kerak. 6 ta kristalga yetadimi yo'qmi? Hozir video davomida ko'rishinglar mumkin jigarlar. Like, podpiskalarni bosib, qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqib qolmasin jigarlar. Abdushi. Bismillah. Mani qo'limda obunachilar. Hop, qaranglar. Negativni qo'li. Mani qo'limiz negativni qo'li. Qani, let's go. Yo'q, bo'lmadi yana. Bitta kristal berib. To'g'ri? Yaxshi, bizga kerak bo'ladi yana. Hop, yana 5 ta kerak. 6 ta kristal yozdik. Bizga 5 ta kerak bo'ladi. Biz ochishni davom ettiramiz. Hop, taktika qilamiz. Taktika. Qanaqa taktika qilay? Bundaqa taktika qilay. Okey. Yo'q. Qarang. Ne qilamiz? Bo'lmasa 10 ta 10 UC ga ochamiz. Hozir 9 ta bo'ldi. Bitta 540 UC ga ketdi. 10 ta bittalik. 10 UC. 3 ikkita bo'ldi kristalimiz. Xudo xolasa ikkita bo'ldi kristalimiz. Olamizmi yo'qmi? Yozinglar kommentariyaga. Ketdi. 5 6 7 8 9 va 10. Yo'q. Lekin bitta kristal oldi. Taktik ishladi. Men au garantdan bergan ekan-ku. Voy, maras. Ля ты крыса, а? Qani let's go. Bitta berdi, qaranglar. Yo'q, berdi. Albatta eng arzon va ishonchli, asosiysi omadli UC'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, Saidi Gaming aksiyasiga qoldirib qo'yaman. Telegram kanaliga o'tib, bemalol UC'lar xarid qilishlaring mumkin. Qani let's go. Nimadir berarmikan? Nahotki ishni bermasa, nahotki taktika qilamiz. 1 2 3 4 va 63 ga 5. Ishlamadi.
2 3 4 5 va 6. Qani? Yo'q, bermadi. Bermadi, maras. Ha, o't butini yuvib yur. Sizda 3 ta bor hozircha. Hozircha 3 ta bor. Bizga yana kerak bo'ladi 3 ta. Missiyani bajaramiz hozir. Granata. Umuman kerak emas granata. Bizga hatto mifik omadni mashit ishlatib qo'ydingmi deyman, jigarlar. Qani yana bitta ketdi. Yo'q, taktika qilamizmi, nima deymiz endi? Bo'lmayapti shu yerda. Taktika. Albatta kommentariyga har xil taktika, kim qanaqa taktika bilsa yozib qoldiringlar jigarlar. Biz keyingi open case'larimizda xudo xolasa qilib o'tamiz o'sha taktikalarni. Albatta keyingi videoda o'sha yozgan kommentariyalaringni video qilib chiqarib, o'sha taktikalarni qilib ko'rsatamiz. Sizlar uchun albatta chiroyliroq kontent bo'lishini xohlayman. Ko'rganlaringizni o'zlaringizdan maza qilishlaringni xohlayman. Abdushi jigarlar, like, podpiskalarni bosib, qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. Bu meni qo'lim emas, bir ustozlarning qo'li. Qani, let's go. Nima deyapti? Nima deyapti? To'rinchisi. Nima deyapti? To'rinchisi. 5 ta bo'ldi. 17. Yana bitta olsa bo'ldi ekan. Yana bitta olsa bo'ldi ekan. Xudo xolasa qani. Mana ranga bitta. Mana sanga bitta. Ey, nima deyapti? Demi. Aytib o'tganimdek, eng omadli va ishonchli UC xizmat faqat va faqat Saydi Gamingda jigarlar, bemalol o'tib foydalanishingiz mumkin. Endi biz Mamutdan hozir bitta chiqaramiz kristal. Qani? Bitta kristal chiqaramiz. Mana bundoq qilib. Let's go. Let's go. 6 ta kristalimiz bor va obunachimiz aytganidek missiya bajarildi jigarlar. O'shalar mumkin. Nima deyapti? Bemalol UC xizmatidan foydalanishingiz mumkin jigarlar. Biz hozir endi 3000 UC ni nima qilishni bir qator so'raymiz. Keyin davom ettiramiz. 3100 UC'imiz bor. Xo'p, videomizni davom ettiramiz. Bu yerda bizga hozir shunaqa missiya tushyapti. Biz Mamutdan, bitta mifik chiqarishimiz kerak ekan. Xudo xolasa imkon qadar chiqarishga harakat qilamiz. Bitta mifik bo'lsa ham. Qadrdonlar, like, podpiskalarni bosib, qo'llab-quvvatlashni davom etamiz va biz boshladik. Qani, bismillah. Birinchisida oltita mifik tushib bersa, birinchi o'ntalikda deylik. Nimalarni ko'raylikchi, qani video davomida. Endi nimalar qanaqa bo'ladi? Video davomida ko'ramiz. Mifik chiqara olamizmi, yo'qmi? Buni ham kommentariyaga yozib qo'yingiga. Davay, ber. Ber bitta mifik. Xatar legendar ekan. Nimadir ber. To'xtanglar. Ditsa qoldi. Esimdan chiqib olishiga ozgina qoldi. Ozgina. Qani? Yo'q, xullas yo'q ekan. Biz Mamutdan bonus pasta, kupit bonus pas 405 UC'ga olib qo'yamiz. O'zi tanlab oladi. Biz esa open case ni davom ettiramiz jigarlar. Agar siz ham akkauntingizga kirib shunaqa open case qilib berish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 10 UC'ga qani? Bu meni qo'lim emas, Negatinning qo'li. Bo'pti. Bu meni qo'lim emas. Obunachilar qo'li. Qani ketdi bitta mifik. Obunachilarimiz qo'li omadli keladimi, yo'qmi? Nima deysizlar jigarlar? O'zi bu ruletga omadsiz bo'ldi.
kelasa ham mayli. Baribir harakat qilish kerak. Nimadir bo'lishga. Davay endi. Davay endi. Davay endi. Hozir. Yo'q. Hozir. Yo'q. Endi be. Ichiga bitta mifik qizg'anmagan obunachilardan. Nima deysizlar? 10 ta propus bilan ochib ko'raylikmi, ha? Давайте. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Unga 10 bibidon bor. Tush. Mashina tushadi. Hop. Buncha otib endi nimadir tushdi. Uyat emasmi? Ber, PUBG nimadir ber, bizga ber. Bizdan maza qilaylik ko'rib, xatabi. Olmaganimizga yarasha ko'rib maza qilaylik, ha, nima demaylar. Men ham ochmagan ma'lum urilayotgan. Lekin bu yerda yaxshi narsalar bor. Ochib bir u qilishga, o'ynab yurishga. Lekin bizga hech nima bermayapti. Bitta men uni boshga taqadigan narsani berdi-yu, bu ham hech nimani hal qilmayapti sizlarga. Qara. Ko'p bo'lma. Bunga bir praktikalari bormikan, nima deb o'ylaysizlar? Hani 1 2 3 4 5 va propus ketdi. Endi xursand bo'lyapti. Nasrda nima bu? Nimasan? Ey! Taktikalar ishlayapti. Bemalol kelib foydalanishingiz mumkin jigarlar. Bitta mifik obunachilik aytganidek mifik bor akkauntda. Bitta bo'lsa ham mifik bor. Yana bittaga urinib ko'raylik. Nima deysizlar? Ha bu davay ketdi, yana bitta. Ordon va ishonchli YouTube xizmat. Mana bular ham tushdi. Ha, bo'larkan u. Hop. Endi 737 yuzimiz bor. Mana bunga o'tamiz. Tak. Mana bunga o'tib hozir bitta mod kuchi olsa. Nima bu? Illa to'g'ri. Mod tushdimi deb qonadi neysa. Illa to'g'ri. Ana neysa. Men bitta o'yinchidan ochib ko'raylik-chi, mana brendini o'sha olamiz, qani. Nima? Yo'q. Qani. Hajri. Yo'q. Bitta o'sha olamiz shekilli. Men mashinadan o'sha olamiz, qarab turing. Nimadir ushlaymiz hozir. Eshitmadilar, ko'rmadilar. Bu joyni o'tkazib olamiz yoki videoga qo'ying. Netga qaytamiz, qani ikkinchi mifikka harakat qilib ko'ramiz. Ajomas tushib qolsa. Ajomas tushib qolsa. Lekin shirin narsalar beryapti, materiallar beryapti. Yaxshi. O'ta go'zal. Berishni davom et. Sen yaxshi berasan. Yani bitta legenda ekan. Bormi akkauntda? Bitta mifik qo'shib ber, bitta mifik. Bitta mifik qo'shib ber, videomiz maza qiladigan bo'lsa. Ey! Samolyotam tushdi onadan ham. Shu bitta mifik qo'shib bermayapti. Mayli. Lekin ko'ryapsizlarmi qanaqa barakali, fayzli va omadliligini ko'ryapsizlarmi? Asosiysi. Yusinglarimiz shunaqa. Bemalol opsiyaga qoldirib qo'yaman Telegramga. O'tib olishingiz mumkin. Endi men qaragan ishlatamiz-da endi. Qani 10 ta ochamiz, agar 10 tada tushib qolsa balla. Qani ikkita mifik bo'lardi, agar yetmayapti yusimiz yana 600 yetmas ekan. Deyarli 600 yetmas ekan. Amayli.
Hammaylar tugab ketdi, hammaylar. Metdan hozir metdan garantdan nimadirlar ochamiz qani. Qalimga tegmaylar. Millat. Millat hozir 59 qilib qo'yamiz-ku. Qani metdan garantdan pul nimani ko'rasizlar? Nimalar tushyapti? Metdan hozir endi materialchalar. Bu ham bo'laveradi. Metdan hozir 10 yusiga nima ushab olaylik? Mana metdan ushaylik. Nima deysizlar? Mana qaranglar, hozir yumpi ushab olaman, qarab turinglar. Yumpi ushab olaman 10 yusiga, qarab turinglar. Mana azmi. Qaramay turay. Tush. Nima berdi? Mayli. Bu videomiz shu bilan tugaydi. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishgunimizgacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Обязательно like подпискаlarni bosgan holatda bizni kuzatishni davom ettiringlar. Biz sizlar uchun albatta chiroyli zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.